Mana hurmatli obunachilar, yangi masala mana salafan skuterlar kelgan. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Shunaqa skuter minaman deyapsiz, mana yangisini olib oling, masala olib mining mana. Yangi. Bundan tashqari mana benzinli variantlari mana turli xilda mana. Olasangiz katta elektronik olasangiz mana benzinli mana tank deganlari turli xildan bor. Hurmatli obunachilar, mana shunaqa zo'rini, gulini olib mining. Sizga mana shu yarashadi. Boyaga mana shuni olib bosaverasizmi? Puli ham hamyon bor mana. Hammaga assalomu alaykum. Iqboljon O'zqal'ning hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda mana shunday benzinli tokli skuter ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Zamin savdo markazidamiz. Inshaalloh Zamin savdo markazida bahorga aksiya narxlarini qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Xohlasa videomizning birinchi, ikkinchi qismida undaqangi kabinkalar, undaqangi motorlar tanishtirdik. Inshaalloh endi xohlasa sizlarga mana undaqangi skuterlar narxlarini tanishtirib berishga harakat qilamiz. Inshaalloh videolarimizni yoqsalar, yoqmasa deydilar, bosib kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, ekraningizning o'ng tomonida qizil obuna bo'lish tugmasi bor. Shuni bosib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalar, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Inshaalloh skuterlarimizda ham turli xil assortimentlar bor. Mana yangiliklarga mana salafan turibdi. Hamma barchasi ma'lumotini har doimgidek Umidjon akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Umidjon aka, o'zingiz yaxshimi? Charchamasdan? Anjon sog'mi? Ro'zalar bilan charchamay. Bahaybatlarni ko'p qo'ysiz, skuterlarda? Skuterlarda benzinlarda eng moshli variantlari. O'zi mana bu yoq benzinlisi, bu tokli o'zini o'zi zaryadlaydigan yo'llari. Eng yangilardan tanishtiraylik birinchi. Xudo xolasa. Bir orientirni tushuntirib qo'yamiz boshida. Bir tushuntiraylik, keyin videoni boshlamiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Mijozlarimizga to'g'ri yo'l topib berishlari uchun. Andijon, Namangan, Yangiqo'rg'on shaharchasidan kelganda Zamin savdo markazi Uchko'prikning markaz qismida joylashgan. Yo'lga ko'rinish beradi. Zamin savdo markazidan hurmatli. Qo'qon shahari Uchko'prik markazidan bu yoqda kelganda Zamin savdo markazi boshli savdo guruhi kirish qismida yo'lda o'ng qo'l qismida mana mashina, motorolli skuterlar o'zi yo'lga qo'yilgan. Mana bu 2,5 kvadrat joyda mana sotuvda mavjud hamma mashina, motorollarlari xohlasa. Xudo xolasa, inshaalloh. Yanada mana tanishtirib o'tamiz. Birinchi mana bir boshdan kiraylik. Mana Xudo xolasa 3 balonli skuterimiz. Bir-biriga qarama-qarshi o'tirgan holatda yuradigan kimlardir 32 lik 100 kilometr masofani bemalol bosib o'tadigan jangovar holatda turibdi desa ham bo'ladi buni. Jangovar holatda. 400 kilo yuk yuklab bemalol yuradi mijozlarimiz bu. 400 kilo bemalol ketaveradi, shu holat kichkina bo'lishiga qaramasdan. Gap yo'q. 9 million 800 ming so'mdan optim narxida. 8 diskal. Bundaqa 8 diskallar. Mana bu yerda odamdek o'tiradi, ko'rsatib o'tamiz. Anaqa bo'lishligi uchun. O'tirishlari mumkin mijozlarimiz. Bu yoqda. Bu yoqqa qarab, bu yoqqa qarab, bir-biriga qarab o'zi ko'taradi-ya, uni shipirib yotmaydi. Yukida musobaqaga tushavergan bo'lsa, shuni ko'tarib turib qo'ya qoladi. Narxi? Istagan modellarimiz 9 million 800 ming so'mdan dastlabkasi bilan. 9 million 800 ming so'mdan. 800 ming so'mdan. Optim narxida. Gap yo'q. Mana bular bu modellarimiz, odam tashiydigan modellarimiz. 9 million 500 ming so'mdan bu modellarimiz. 300 kilo, 400 kilo ham odam tashiydi, ham yukxona bo'ladi. Ana. Yukxona bo'lganda ham ichi ham kengina. Qancha yuk ko'taradi bu taxminan? 400 kilo yuk ko'taradi. 400 kilo ko'taraveradi. Eshiklar ikkala tomondan ham ochiladi. Mana. Yani yosh bolachalar chiqqanda bezapasni-ya mana. Ichi chuqurgina, lekin bolachalar chiqib qolsa, nima bo'lmaydi. 10,5 million so'mdan chegirma narxida. 10,5 million so'mdan. Chegirma narxida. Mana. Maydalashib yotmaymiz, bo'ladigan aksiya narxida qilib beramiz, qo'ldan kelganicha. Gap yo'q. 10,5 million so'mdan ana kelishdi. Ana kelishtirib beramiz yana, va? Kelishtiramiz yana alohida bemalol chiqishlar. Gap yo'q. 6 akkumulyatorlar. Elektronli. Dugala. 6 million 800 ming so'mdan dastlabkasi bilan 100 km yuradigan modellarimiz. To'la zaryadda 100 km yuradi. 100 km yuradi. Yuqori tezlik qanchaga chiqadi? Yuqori tezligi 60 maksimum. 60. Dugala skuterlar. Endi mana bu yoqda tank modellarimiz 12,5 million so'mdan. Moshni 160 ga chiqadigan modellarimiz, benzinli. Tormoz jitkichlar oldi orqa. Mana, tormozlar. 10 litr benzin qo'yib qo'ysa, bir oyda bir marta buni havo oladi. Shunaqa ekanamiz ne variant. Rasxodi qanaqa buni? Rasxodi juda ham ekanamiz. 100 kilometr masofani 1,5 metr rasxodi. 1,5 metr atiga. O'ta ekanamiz ne variantlardan. Gap yo'q lekin mana, hurmatli obunachilar. Tank modeli mana. Ham ekonomik, ham baquvvat tank modeli. 6 akkumulyator redline mana. 16 ga diskal, 6 talik 72 20. 5 million 200 ming so'mdan.
Lekin magnitofon hamma yo'g'i bor mana bu yerda o'zini. Magnitofonlarigacha mavjud bor. Qati bagajnichalari ham bor ekan-a? Bagajnichalari bor. 5.200.000 ming 6 akkumulyatori, 4.800.000 so'mdan 5 ta akkumulyatorlasini olishlar. Bunisi 4.800.000. 4.800.000. 4 talik, 5 talik. 5 talik, bu 6 talik. Bu 6 talik. Endi o'zini o'zi zaryadlaydigani, yangichasi kelgan. O'ta ham zo'ri. 40 talik akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan, 200 km yuradi. To'la zaryadda. To'la zaryadda 200 km yuradi. Yuqori tezligi qancha? Yuqori tezligi 70. 70. Tezlikda harakatlanadi bu. Omma gap. Skuterimiz o'zini o'zi zaryadlaydigan qobiliyati bor. O'ta ham zo'r, mashina ishlangan, dizayn jihatdan o'ta ham kuchli. O'ta ham yurgan sari o'zini zaryad qilaveradi bu. Yurgan sari o'zini zaryadlaydigan modellar. 9,5 million so'mdan qilyapmiz, xudo xolasa. 9,5 million so'mdan gap yo'q lekin. 40 talik akkumulyator qo'yilgan bunga. 32 lik ham emas, 40 talikdan qo'yilgan. 6 ta? 6 ta. Ana buni qaranglar ekan. Ko'rinishi misol bunday holatda bo'lishligi mumkin, lekin yurish sistemasi ko'rinish jihatdan juda ham ulkan, o'ta zo'r bo'lgan mashina motorolarimizdan biri desa ham bo'ladi. Skuterlarimiz, mashina variantlarimiz. Eng oxirgi modellari. Bu modellar. Oldin orqalari umuman boshqacha ekanda buni ham, Shu o'ta ham yumshoq, yengil bo'lgan. Tormoz oldi orqa JITX. Yangicha mata skuterlarimizdan biri keldi. Juda ham zo'r. Sifat jihatdan Laboy brend bilan talasha oladigan brendi. Narxi 9,5 million so'mdan. 9,5 million so'mdan. Dastlabki narxi o'zini o'zi yaratadigan skuterni bemalol internetga joylasangiz bo'laveradi. Gap yo'q. Endi bu yoqda mana arzon modellarimiz. 4.200.000 sotardik, bilasiz, 16 saka diskani, 3.800.000 Liboy joyda ko'rib olishlari mumkin. 16 saka diska. 16 saka diska. Bu yoqda 14lari. 8 ga 20. 3,5 million so'mdan. 3,5 million so'mdan. Mana holatda shuni o'tib turibdi. Mana hurmatli obunachilar. Mana Salafon yangi 3,5 million so'mdan. 3,5 million so'mdan 14, 16 saka diskali 800.000 so'm. 3.800.000 so'm. Buni arzon modellari ham bor ichkarida. 2.850.000 dan podvalda siklata turibdi. Buni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatib oxirgi ko'rsatib o'tamiz. Modellarimiz ham bor. Bunisi. Bu modellarimiz 4.200.000 so'mdan. 4.200.000 so'mdan. Optima 48 ga 20 akkumulyator emas, 60 ga 20 akkumulyator qo'yilgan. Gap yo'q. Endi 3 ballonlarimizni mana bunaqangi turistkarlarimiz, kattalar, razmerlar 60 ga 32 akkumulyator qo'ygan, 60 km masofa bosadi, to'la zaryadda. Tentlari bilan kambarlik 11.800.000 dan. 11.800.000 so'mdan. Buni kichkina modellar 11,5 million so'mda tentlari bilan. Mana bu kichikroq-a bular, ha? Bo'ladi. Nimaga mana balandligida ham, gavdasida ham, enida ham farq. Bu bunday uzunroq ham bo'ladi, bu bunday masal kaltaroq bo'ladi. Narxiga yarasha bo'ladi. Narxi buni 11 million so'm. 11 million so'mdan. 11,5 million demiz, 11 million so'mdan dastlabkiyasi bilan. Mana misoli bu model Rexaga o'xshagan. Rexa modellarimiz 17 million so'mdan poni 6 akkumulyator tormozlari JITXlar, orqa zadniy kameralarga ko'rsatib turadi. Mana orqasida zadniy kameralarigacha bor. Zo'r modellarimizdan biri desa ham bo'ladi. Bemalol mijozlarimiz aloqaga chiqishlari mumkin. Narxi buni oxirgi desa 17 million so'mdan dastlabki qilib beramiz. 17 million so'mdan dastlabki qilib beriladi, ha? Tormozlar. Zadniy kamera, audio kamera hammasi bor, mavjud ishlaydi. Xudo xolasa. O'ta mo'shna orqadagi nimasi ham chang-pang boshqa narsalar kirmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi hoji bobolarimizga mo'ljallangan mana bu oldida o'ynaylari bilan o'ynatdi. Oho. Spesialniy. Unda Laboyga yarashdi, Laboyga. O'ta ham bir yumshoq bo'lgan, dizayner jihatdan o'ta ham mo'shna bo'lgan motorollerimiz, chamiz eng kenja toylarimiz 8,5 million so'mdan dastlabkiyasi bilan qayerga turadi, xudo xolasa. 8,5 million so'm. 6 akkumulyatorlar. Sistemamiz 6 talik. 6 talik. 200 km yurmaydi, 170 km, 160 km yuradi. To'la zaryadda. To'la zaryadda. 100 km oshib yuradi, 150 km oshib yuradi degan narsa bu tekin degani, o tekinga harakatlanadi, to'g'rimi? Tekin degani. O'ta yumshoq katta zaga diska. Yana 7,5 million so'mdan 5 ta akkumulyatorlisi. 5,5 million, 7,5 million so'm. To'rtaligi ham bor, 7 million so'mdan. 4 taligi ham bor. 4 ta, 5 ta, 6 mijozlab talab qilsalar qarab qo'yib berilaveradi. Har xilidan, ha? Har xilidan turli-tuman. Nar tarafda ham bor ekan bular. Yo'qda mana skuterlarimiz, mana bunaqangi yangichalari kelgan. Kuama. Tormoz oldi orqa JITX. Hop. Narxi 7 million so'mdan. 80 km masofasi, to'la zaryadda. To'la zaryadda, 80 km. 80 km. O'ta zo'r redline'ga o'xshab ishlangan. Yuqori tezligi qancha chiqadi? 60. 60. Ammo gap yo'q lekin. Yangicha Kuama mana. Kuama brendi. Tormozdan o'ta ham haqiqiy redline'dan qolishgan modellarimiz. Ammo gap yo'q. Bunaqa narxlar hali bo'lmagan $700,
Bilasan-da, 7 million so'mga u. 7 million so'mga. Xohlagan modelni olib olishlarni tanlab olishga 5 xil modellar kelgan. Yap, yo'q. Buni yana ham kelishtiramiz. Kelishtiramiz, aloqaga chiqamiz kanalga bosib. Nima buni nimasi garantiyalari qanaqa bo'ladi? Garantiyada 1 oy yoki garantiya yozib beramiz hammasiga. 1 oy garantiya yozib beramiz. Buni yonidagisini ham tanishtirib o'tib kerak. Bular 72-60 km qo'yilgan 6 million 800 ming so'mdan. 6 million 800 ming so'mdan. Bu ham dastavkasi ichida. Dastavkalar ichida bo'ladi, bizda biladi aytilgan narx. Gap yo'q ana. Ana hurmatli obunachilar, mana bunaqangi passajirning usti ochiladi. 10 million so'mdan deyarli bilasizda. 9,5 milliondan tanlab olishga. 9,5 million. Bunisi ham, bunisi ham. Ikkalasi ham tanlab olishga. Ikkalasi ham mana 9,5 million, 9,5 million so'mdan mana. Olsangiz mana pushti sveti, olsangiz mana qora sveti. Xohlasa bunaqasidan 8,5 million so'mdan bir kishilik. Bir kishilik. Orqasi Mercedes o'xshagan modellar. Ana. Bunaqangi bagajnichalari bor. Faqat bir kishilik. Bir kishi ham ahchamgina bo'lib ketadi-da, buni o'rnashi va ana. Juda kavash-kavashlarga mana kirib ketgan mana. Orqasi mini kuperda faralarga o'xshaydigan. O'ta ham mashina chiqqan. 8,5 million. 8,5 million so'mdan. Bunaqasi hali bo'lmaydi. Bo'ldi ana. 8,5 yo'qda mana qiladigan modellarimiz. 9,5 million so'm sotardik bilasiz. 9 million so'mdan dastavkasi bilan odam toshiga 250 kilomiz. Odam toshiga ham mana bagajli ham bo'ladi. Toshiydigan bo'ladi. 2 xil razmerda, bu yoqda ko'k rangida, bu yoqda xolasa farasi bor, farasi yo'q ekan deb olaman desa mijozlarimiz ikkalasini 9 million so'm dastavkasi bilan. 9 million so'mdan. Dastavkalar. Gap yo'q. Ana hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Dugali skuterlarimiz, zo'rlari mana bu yoqda bor. Oho. Bemalol yig'ilgan sotuvda mavjud hozir mana bu yoqda eng mashinalari mana ko'rsatasiz. Saka diskalar. Mana saka diskalar. O'ta ham chiroyli. Kuva mana saka diskali ekan. Yangi brendi saka diskali ekan. Bu qancha yuradi to'lada? To'lada 80 km masofasi. Yuqori tezligi? Maksimum 60. 60. Narxi 7 million so'm. 7 million so'm. Bemalol rasvetkalarga aloqaga chiqadi. Iqboljon o'z kanalidan desa, yana ham kelishtirib beramiz, xohlasa, Hujjon aka. Albatta, Iqboljon aka, albatta. Bu Kuvamani buni sveti rasvetkasimi yo boshqacha nima? Rasvetkalar. Ha. Hozir shu bilan buni ikki xil bir nimasi kelganda, to'g'rimi? Ikki xil shunday holatda. Ikki xil turi keldi, shunaqami? Hozir bir 5 xil modellar bor, ular hali yiqqanimiz, hozir yiqqanlarini shular bor. Buni ko'k ham buni bilan bir xil, buni qora rasvetkasi. To'rt rangni kelgan bo'lamiz ham. Bemalol mijozlarim. Ularda qancha yuradi dedik? 80 km masofa to'ladi. Buni ham maksimal tezligi 60 ha? Maksimal tezligi 60. Mana kimga xohlasangiz bunaqangi oldi ko'rinishi, xohlasangiz mana oldi Dugala varianti. Qaysi biridan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'radilar. Hurmatli obunachilar, ko'rinishi ham neobычный qilib ishlangan ekanda. Mana gap yo'q lekin. Mana hurmatli obunachilar, skuterlarni har xil skuterlar turli xillar. Mana bu yerda Burgut modelimizni bilasiz, juda ham trendda bo'lgan modellardan biri. 30 km ortga qo'yilgan. BYD o'sha taglarigacha yonadi, hamma yo'g'i bor ko'rinishida. Burgut modellarimiz 10 million so'mdan 9,5 million so'mdan qilib beramiz, xohlasa. Shunda xohlasa. 16 saka diskarlar 2 xil modellar. Magnitofoni bor, mana bu yoqda bagajlarigacha bor. 4 million 500 ming so'mdan qilib beryapmiz, xohlasa, sotuvda mavjud. Bular Redline modellari mana. Mana 16 saka diska. 16 saka diska modellarimiz. 200 ming so'mdan qilib beramiz, xohlasa. 4 million 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan. 4,5 soatga 4 million 200 ming qilib beramiz. Gap yo'q, ana. Endi mana bu yoqda Tesla modellarimiz mana bu yoqda mavjud. Teslalar 9 ming sotuv 8 million 400 ming so'mdan sezoni bo'lishiga qaramasdan chegirma narxida qilib. 8 million 400 ming so'mdan bu Teslalar, mana oqi, mana Redline 10 million sotilgan yerda 9 million so'mdan. 9 million so'mdan. 32 likdan 6 km qo'yilganlar bular. Eng yali mashinalari 150 km yuradigan skuterlar tanishtiryapsiz bilan. Gap yo'q. Shu narxlarda Ramazon aksiyasida shu narxlar bo'lib bahola sotiladi. Xudo xolasa. Dugala skuterlarimiz bu yoqdagilarni 7 million sotilib 6,5 million so'mdan sotiladi. 6,5 million so'mdan. 6,5 chegirma narxida. Gap yo'q. Mana bu klassik nimalarchi? Klassik. Bular Hindistonskiy Shohruxxon, bularni 400 dollardan berib yuboramiz. 400 dollardan. Gap yo'q. 5 million 400 ming so'mga to'g'rilab berib yuboramiz. Mana, hurmatli obunachilar, turli xildan hali bo'lmagan skuter sohasida bemalol narxlarni tanishib ko'rishlar. Velo skuterlarimiz kelgan hozirdan ko'rsatamiz podvalda. Bo'ldi-da. Yig'ilgan joylari bor, xohlasa. Mana, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana hurmatli obunachilar, Zamin savdo markazining skuter skladiga tushing, mana skuterlar. Salonchasi, mini avtosalonchamiz, sekretariatlardagi avtosalonchamiz. Mini skuter saloncha mana. Turli xildan.
Bular shu hamyonboplar. narxida 3 million so'mdan 2 million 800 ming so'mdan aksiya narxida. To'g'ri. Qanchadan? 2 million 800 ming so'mdan so'mga dollar. 2 million 800 ming so'mdan. 14 sakadiska cho'ntak Mana modellarimiz. 2 million 800 ming so'mdan. Tanlab olishlarimizga mijozlarimiz, aloqaga chiqishlari mumkin, to'liq ma'lumotlar beriladi. Tug'yali skuterlarimiz 7 million so'mdan bu modellarimizdan ham sotuvda mavjud. 6 akkumulyatorimiz Allohga yetkazilsa. Bu yoqda 16 sakadiskalarimiz 4 million 800 ming so'm tanlab olishga o'tib ketdi. 4 million 800 ming so'mdan bular. Tanlab olishga, tanlashadigan xolasini o'zi yo'q, bemalol tortishmasi oladigan narxlar qilib to'laganmiz. Gap yo'q. Bu yoqda veloskuterlarimiz 4 million 800 ming so'mda 2 xil modellar. Xohlasa 5 ta akkumulyatorlar, xohlasa 4 ta akkumulyatorlarni qilib beramiz. Bu nechta akkumulyatorlar? 5 ta akkumulyatorlar. 5 tariya. Narxi 4 million 800 ming chegirma narxida turibdi. 4 million 800 ming so'm. Bemalol orqaga chiqib so'rashlari mumkin. Bor 5 xil modelda keldi hozir mana. Velosipedlarimiz. Veloskuterlarni nima deydigan mijozlarimiz bemalol orqaga chiqishlari mumkin. Keyingi videolarimizda veloskuterlarni yig'ilmagan skuterlarimiz 15-20 xildan ortiqlari turibdi. Xudo xolasa keyingi 10 kunligimizda xudo xolasa nasib bo'lsa qolganlar skuterlarimizga yoritamiz sizlar bilan. Inshaalloh. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, bunaqangi Zamin savdo markazida Burgut skuterimizda yangicha model ekan, mana. Yangicha modellar klientlarga kelib qoldi, klientlar bilan Umjon akamiz bilan to'p qoldi, mana. 32 lik akkumulyatordan 6 tacha foydalangan ekan mana shu. 100 kilometr bemalol to'la zaratda bosib o'tadi deyishyapti. Narxi 8,5 million so'm. Mana. Oldi Dugala mana, naqay Dugala mana. Mana. Xullas kalom sizlarga Zamin savdo markazidagi narxlarni qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Bu o'sha bugungi videomizda skuterlar videosidagi so'nggi modelimiz mana. Xohlasa aloqaga chiqarsa ichkarida mana turli xildan bor mana. Har xil variantlar mana. Bu yoqda o'sha Kuama yangi brend mana. Mana shu yangi brendni ham yana bir ko'rsatib qo'yaman sizlarga mana. Bunaqangi neobычный svetda ishlangan Kuamalari, oldi Dugallari bor mana. Turli xildan aloqaga chiqarasizlar, xohlasa. Mana. Bu yoqda mana skuterlar, motorlar kerakmi, muammosi, mana hamma turidan bor. Xohlasa usti ochiqlari, usti yopiqlaridan, mana o'zini o'zi zaryad qiladigan bunaqangi skuterlarimiz ham xohlasa sotuvga kelibdi. Xohlasa aloqaga chiqarasizlar. Shuning bilan bugungi videomiz ham gapsiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar degan umidamiz. Xohlasa keyingi videolarda yana ham yangiliklar kelsa, keladi deyshadi. O'shalarni sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Shuning bilan videoning o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Batafsil ma'lumotlarni shu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Keyingi videoda uchrashguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Zamin savdo markazi doim sizlarning xizmatingizda.